Qarshingizda 3 ta retsept: mazali taomdan tortib guruchni dona-dona pishishi, dasturxonga chiroyli tortishgacha. Piyozni tillarang bo'lguncha qovuramiz, ketidan qirg'ichdan chiqarilgan qizil sabzini qo'shib aralashtiramiz. Maydalangan chesnok solamiz. Tovuq filesini xohishga ko'ra to'rtburchak yoki somoncha shaklida to'g'rab solamiz. Tomat pastasi, nomiga shakar, tuz, rolton solib biroz qovuramiz. Go'shtni ko'mguncha suv solamiz, ko'kat sepamiz. Bitta qaynab chiqishi bilan pasaytirib, dimlab qo'yamiz. Bu orada eng oson usulda yaltirab dona-dona bo'lib chiqarilgan guruchni tayyorlaymiz. Yaxshilab yuvilgan guruchni qizib turgan yog'da oqarguncha qovurib olamiz. Guruchni ko'mguncha suv solamiz, tuz sepamiz, ustini yopib past olovda dimlab qo'yamiz. Dona-dona yaltiragan guruchimiz tayyor. O'rtacha kattalikdagi kosa yoki shunga o'xshash dumaloq idishni yog'lab, ichiga xuddi shu ko'rinishdagi dumaloq idishni teskarisini yog'laymiz va guruchni solamiz. Tekis va chiroyli chiqishi uchun yaxshilab preslaymiz. Ustidan tarelka yopib, teskarisiga ag'darib olamiz. Idishni ochishingiz bilan o'zgacha go'zallik paydo bo'ladi. Ichidagi idishchani osongina olamiz va guruchni o'rtasiga qaylani solamiz. O'ta go'zal bo'lishi uchun ukrop va limon bilan bezatib olamiz. Siz kutgan go'zallik tayyor. Like bosishni unutmang.